Go'zallarim, mana yaxshimisizlar? Mana bu yerda 3 ta korobka zakazim keldi. Hozir sizlar bilan ochib ko'ramiz nimalar kelganini. Bu mahsulotlarni zakaz qilganim uchun menga oylik ham to'laydi va podarkalarni ham qo'shib jo'natadi. Undan tashqari skidka ham beradi. Har bitta mahsulotga skidka beradi. Ustiga qo'yib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Siz ham bemalol ishlasangiz bo'ladi. Hozir qaysi mahsulot qancha summadan kelganini aytib o'taman. Mana shunday katalogga qarab biz zakaz beramiz. Bu katalogda hamma mahsulotlar bor, narxlari bilan ko'rsatilgan. Mana shunga qarab biz zakaz beramiz. Hozir sizlar bilan korobkalarni ochib ko'ramiz. Birinchi korobkamizni ochamiz. Bu yerda birinchi korobkamizda bizda parfyumeriya nabor kelgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin bu parfyumeriya naborni. Bizga shunday bo'lib, chiroyli bo'lib keladi. Endi ikkinchi korobkamizni ochib ko'ramiz. Qaranglar, bizga napadonlari bilan jo'natishadi. Korobkamiz ichi to'la. Qaranglar, bu yerda parfyumeriya kremlarimiz bizda skidkada. Hozir o'shaning uchun bulardan hammasidan zakaz qildim. Divine Eclat, bu yerda Posses va bu yerda Eclat nabori, bu yerda atri 50 mg, bu yerda Rexonasi bilan zakaz qilganman. Yuzlarni chestka qilish uchun bu yerda gel umuvaniya, bu gel umuvaniya yog'li yuzga ham, quruq yuzga ham to'g'ri keladi. Bu yerda Rexonalar skidkaga tushgan, qaranglar, murskoy и женский Rexonalarimiz. Sovunlarimiz ham skidkada. Mana shu sovunni hozirga ochib ko'rsataman. Qaranglar, qanday upakovniy bo'lib keladi. Bu SPF 50 hamma yuzga to'g'ri keladi. Bundan 3 ta zakaz qilganman. Bu yerda tonalniy krem zakaz qilganman. Mana ko'rinishi. Va murskoy shampun. Bu yerda tush, Piat Vodno. Hozir yangi chiqqan. Bu yerda podvodka zakaz qilganman. Uchinchi korobkamizni ochamiz. Bu korobkamizga nakladnolar bilan jo'natishgan. Mana korobkamiz ichidagi mahsulotlar. Bu yerda La Potion atri, bu atirni ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Intimniy gellarimiz ichiga tushgan. Bu yerda aloe veraligi bor, romashkaligi bor. O'zlaringiz bilasizlar, romashka ham, aloe vera ham juda ham foydali. Bu yerda yana parfyumeriya kremlarni zakaz qildim. Bu naborimizdan 2 ta kelgan. Mana naborimizni ko'rinish qizlar. Bu yerda mana bu yuz tozalaydigan tonik va mana bu yuz uchun krem, питательный davolovchi krem, ikkalasi menga shu zakazlarim evaziga podarkaga kelgan. Qizlar, mana shuncha zakazim bu yerda 15434 rublga kelgan va mana shularni zakaz qilganim uchun menga 3000 rubl pul ham bergan. Undan tashqari oyliklarimiz ham tushadi. Qizlar, oddiy bitta mana shu mahsulotlarni biz ko'chada, magazinlardan olamiz. Bu yerdan olib turib, o'zingiz uchun foyda qilsangiz bo'ladi. Bemalol ishlamoqchi bo'lgan qizlar yozinglar, noldan hammasini tushuntiraman. Til bilish shart emas, o'zbekchasiga hammasi to'liq tushuntirilib boriladi.